Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. O'shda 18 nafar maktab o'quvchisi ko'mir isidan zaharlanib kasalxonaga tushdi. Batkendagi yo'l halokatida O'zbekistonning 5 nafar fuqarosi halok bo'ldi. O'sh shahrida 2 qizini uy egasiga qoldirib qaytib kelmagan ona qidirilmoqda. Prezident So'ronbay Jeenbekov bugun Xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'inini o'tkazdi. Ichimlik suviga bo'lgan muhtojlikni o'zlari hal qilgan qishloqlarning soni ko'paydi. O'sh oblasining Oloy rayoniga qarashli Yangioloy qishloq hududidagi maktabda ko'mir isidan 18 bola zaharlangan. Voqea 29-yanvar kuni kechki soat 5lar atrofida bo'lib, bolalar O'sh oblasi hududidagi bolalar kasalxonasiga yetkazilgan. Tuni bilan shifokorlarning nazoratida bo'lgan bolalarning ahvoli yaxshilashgandan so'ng ertalab uylariga ruxsat berilgan. O'quvchilarning ommaviy zaharlanishiga nima sabab bo'lganini muxbirimiz bilib qaytgan. Bu xonada kecha 4-sinf o'quvchilari har kungidek darsda o'tirishgan edi. Ular orada 5 daqiqalik tanaffusga chiqishgan. Kechki soat 5larga yaqin ba'zi o'quvchilar o'zlarini yomon his qila boshlagan. Ayrimlari ko'ngli aynib, boshi og'riyotganini aytishgan. Har bir xonada mana shunday pechlar o'rnatilgan. Ularda har kuni 5 mahal ko'mir yoqiladi. Befarqlik sababli pechning eshigi yopilmagan. Natijada sinfdagi o'quvchilarning ko'p qismi ko'mir isidan zaharlangan. Isdan zaharlangan bolalar 29-yanvar kuni kechki soat 5lar atrofida o'zlari istiqomat qilgan Jangalay hududiga yaqin kasalxonaga yetkazilgan. U yerda bir necha tekshiruvlardan o'tkazilgan o'quvchilar O'sh oblaslararo bolalar kasalxonasiga yuborilgan. 17 bola kasalxonaga yetkazilgan. Kechasi bilan bezovta bo'lgan bolalarni ham ota-onasi bugun ertalab tekshiruvga olib kelgan. Shifokorlar nazoratida bo'lgan bolalar holati yaxshilanib, bugun ko'p qismi uyiga chiqarilgan. Состояниясы өтө оор болгон жок. Оор болуп неме болсо, реанимацияда жатып, анан биз дагы көпкө чейин алып калат элек да. Азыр эми алып калган жокпуз. Буларды үйүнө эле кетирдик. Акыбалын карап туруп, ошо үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Ошол дарыгерлердин өзүнө кабар берип, силерден ушундай кетти деп, алар өздөрү кече деле билет. Ошолордун карамагына жөнөттүк. Jangalay qishloq hududidagi mazkur maktabda 530 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Maktabdagi 15 ta xona pech yordamida isitiladi. Men bir tanish vrachima звонок qildim, shunday bo'lib tur, ne qilayin desam, срочно aparinglar dedi. Анан болуп турду, анан больницага апарсам, уже мектептен өзүнөн кетип апарган окуучулар бар экен. Келип келди бул жерде мектептин эскилиги да. Печкен эскиликтери, эми бул илгерче болуп атат эми печкелер. Кейде шамал болгондо түтүн болот, класстар ышка толот, ачып желдетип кайра сабакты уланта берчүбүз. Чара көрүш керек, жаңы мектеп салынып тездетиш керек. 1973-yili qurilgan bino dastlab hayvon boquvchilari uchun saroy qatori solingan. 1979-yildan beri maktab qatori foydalanib kelinadi. Maktabni yangilash tashabbusi bundan 4 yil avval ko'tarilgan. Poydevorini qurishga joy qazilgan bo'yicha qolib ketgan. Көзөмөлдөн эле турган. Ошол эми балакайда ошол неменин эшигин кичине ачып коюшуптур да, печканынчы. Болбосо бардыгы класс жетекчиси жада калса перерывка чыкпай туруп ошол жерде отуруп сабак өткөн балдарды чыгып келгенден кийин аларды күтүп алып ошол жерден чыккан эмес. Isdan zaharlanganlar darsga borishmadi. Ko'mir bilan isitilgan xonalar bir kunda bir marta shamollatilib turilishi kerak. Maktab jamoasi bundan buyon turli holatlarni oldini olish maqsadida har kuni nazoratchilar qo'yadigan bo'lishdi. Hilola Ashurova, Mahburat Alibayeva, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Batkendagi yo'l halokatida O'zbekistonning 5 nafar fuqarosi halok bo'ldi. Batken oblasi yo'l xavfsizligini nazorat qilish xizmati bildirishicha, voqea 28-yanvarda bo'lgan. Kechki soat 8:30lar atrofida Batken O'sh yo'nalishining 207-chaqirimida O'zbekistonning 51 yoshdagi fuqarosi Deo Nexia avtomashinasi bilan O'sh shahri tomon kelayotib, qarama-qarshi tomonda kelayotgan Mercedes-Benz 313 rusumidagi avtomashina bilan to'qnashgan. Natijada Deo Nexia avtomashinasining haydovchisi va 2 yo'lovchi voqea joyida halok bo'lgan. Yana 2 yo'lovchisi Batken oblast kasalxonasining jonlantirish bo'limida vafot etgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, katta tezlikda kelayotgan Deo Nexia avtomashinasining haydovchisi rulni boshqara olmay qolib, qarshi tomonga chiqib ketgan. Yo'l halokatiga bog'liq ishni Batken rayon ichki ishlar bo'limining tergov xizmati tekshirmoqda.
O'sh shahrida 2 qizni uy egasiga qoldirib ketgan ona qaytib kelmagan. Bu ma'lumotni O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan bildirishdi. Ma'lumotda aytilishicha, shaharning O'zgan ko'chasidagi uylarning biriga ism-sharifi noma'lum ayol 2 yosh qizi bilan kelib, bir xonasini ijaraga olgan. Ertasi kuni ishga ketgan bo'yicha qaytib kelmagan. Shundan beri 10 kundan ortiq vaqt o'tib, 4 yoshli Madina va 2 yoshli Mubinani uy egasi qaragan. 29-yanvar kuni tungi o'smir reydi vaqtida qizlarni militsiya topgan. Hozirda bolalarni ota-onalarini qidiruv ishlari bormoqda. Qarovsiz qolgan qizlar esa shahardagi bolalar uyiga o'tkazib berildi. Shoshilinch xabar: Qirg'izistonning barcha hududlarida qor ko'chki bo'lish xavfi bor. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi ma'lumot tarqatdi. Unda aytilishicha, 30-yanvardan 1-fevralgacha o'lkaning tog'li rayonlarida va tog'li avtoyo'llarda qor ko'chki tushishi ehtimoli bor. Bishkek-O'sh avtoyo'lining 121-138-chaqirimlarida, Ollobuqa Qanishqiya yo'lining 68-99-chaqirimlarida, Mirzaka Qaraqulja Alayqu avtoyo'lining 65-90-chaqirimlarida va O'sh Sarta Irkeshtam avtoyo'lida qor bo'roni bo'lishi mumkin. Avtomashinalar orasidagi 500 metr masofani saqlash zarur. Sovet Ittifoqi qahramoni Tukubay Tayg'arayevning haykali arosatda qoldi. Bunga har yili ta'mirlashga ketgan mablag' sabab bo'lmoqda. Haykal joylashgan Toshbuloq qishloq hukumati byudjetdagi mablag' ozligini aytib, esdalikni Jalolobod shahriga o'tkazib bermoqchi. Biroq shahar rahbariyati bu taklifdan bosh tortib, qayta Toshbuloq qishloq hukumati zimmasiga ortildi. Bunga ayrim deputatlar bilan mahalliy faollar qarshi chiqishmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Mahalliy faol Mayramqan Altubayevaning so'zlariga ko'ra, Jalolobod shahridagi Tayg'arayev hududidan chiqqan sobiq Sovet Ittifoqi qahramoni Tukubay Tayg'arayevning haykalining ta'mirlanishi uchun shahar g'aznasidan mablag' ajratilishi kerak edi. Haykal Toshbuloq qishloq hukumatida bo'lgani bilan Tukubay shaharlik bo'lgan. Zasedaniyada o'sha bizda o'sha deputatlardan haliga o'sha обсуждениясы bo'ldi. O'shaga men de qatnashdim. Ошондо мындай деп жазылган экен. Ошол Tukubay Tayg'araевдин эстелигин награждение кылуу боюнча Ташбулак айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча бөлүп берилсе деп каралган экен да. Андан кийин мен каршылык билдирдим. Bu masala o'tgan yili mahalliy kengash deputatlari tomonidan ko'tarilgan. Haykalni Jalolobod meriyasiga o'tkazish bo'yicha bir qancha ishlar qilingan, biroq shahar hukumati uni o'tkazishga qarshilik qilgan. Kichine ancha-muncha nüanslar bilan, tushunmovchiliklar bilan al sistem to'xtab turadi. Bugungi kunda Jalolobod shahrining balansini o'tgan yo'q. Bugungi kunda bizning territoriyada, Suzag'ay rayonidagi territoriyasida turadi. Suzag'ay rayon territoriyasida bo'lganda da Toshbuloq ayыл hukumat territoriyasida turadi. Ana bugun biz Batirimizni eshitib bag'itida aylanmasini yashillantirib ko'ktendirib bo'yicha ish-chora tuzganmiz. O'sha ish-choraning negizinde Toshbuloq ayыл hukumatining deputatlari al yerga tegishli vaqt qarajatini bo'lish kerak. Arosatda qolib atrofi yildan yilga nuray boshlagan haykalni Toshbuloq qishloq hukumati o'z nazoratiga olib, ko'kalamzorlashtirish va ta'mirlash ishlariga mablag' ajratadi deya Suzoq rayoni hokimi bildirgani bilan unga ketadigan mablag'ni joriy yil g'aznasiga kiritmagan. Sessiyada hozir o'shoni biz territoriya bo'yicha bizniki biz ham qarshilay turgan bo'ldik, qarshilamiz. Shunday qilib Tukubay Tayg'arayevning haykali arosat bo'lib qarovsiz qolib ketmoqda. Ta'kidlab o'tsak, haykalni ta'mirlash uchun 200 ming so'm mablag' sarflanadi. Shu sababli bo'lsa kerak, ikki tomon ham uni o'z tarkibiga olishni istamayapti. Qirg'iziston-Xitoy chegarasidagi To'rug'art va Irkeshtam o'tkazish bekatlari 2-fevraldan 10-fevralgacha yopiladi. Bu haqda Davlat chegara xizmati bildirdi. Chegara Xitoy tomon tashabbusi bilan Milliy bahor bayrami sababli yopilmoqda. Fuqarolarni transport vositalari va yuklarni o'tkazish 11-fevralda qayta yo'lga qo'yiladi. Qirg'iziston korrupsiyalashgan 180 o'lka ichida 132-o'rinda ekanligi aniqlandi. Bu tekshiruvni Transparency International tashkiloti chiqardi. Unda ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston bir necha yillardan beri deyarli bir xil ko'rsatkichda. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston Qirg'izistondan oldinda 124-o'rinda, Tojikiston Qirg'izistondan keyin 152-chi, O'zbekiston 158-chi, Turkmaniston 161-o'ringa qo'yilgan. Tekshiruv mualliflari ta'kidlashicha, 30 balldan past ko'rsatkich hukumat korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish kerak degan ma'noni bildiradi. Eng asosiysi, Markaziy Osiyo bilan Sharqiy Yevropada davlat sektoridagi poraxo'rlikning darajasini kamaytirish ishida jiddiy siljish yo'q bo'lib, bu o'z navbatida mazkur hududlarda demokratiyaga xavf tug'dirayotganini Transparency International tashkiloti bildirdi.
Prezident Zo'rinbay Jeenbekov Qirg'izistondagi eng korrupsiyalashgan 2 organni aytdi. Ular ekologiya va texnika xavfsizligi bo'yicha davlat inspeksiyasi bilan Yengil sanoat, energetika va yer xazinasidan foydalanish davlat qo'mitasi. Bu haqda Prezident Zo'rinbay Jeenbekov Xavfsizlik kengashining bugungi yig'inida ma'lum qildi. U Yengil sanoat, energetika va yer xazinasidan foydalanish davlat qo'mitasining ishiga bu vaqtgacha 3 deb baho bildirgan bo'lsa, biroq bugungi ma'ruzadan so'ng 0 deb baho berganini aytdi. Jeenbekov shuningdek Ekotex inspeksiya eng korrupsiyalashgan organ ekaniga to'xtalib, bunga sabab qatori mazkur inspeksiya siyosiy organga aylanib, faqat xodimlarning manfaatini ko'zlashini aytdi. Bugun 30-yanvarda Alarcha davlat rezidensiyasida Xavfsizlik kengashining yig'ini bo'ldi. Unda yer xazinasidan foydalanishda xavfsizlikni ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. O'shning Qarmon qishlog'idagi yashovchilar ichimlik suviga bo'lgan muhtojlikni o'zlari hal qilishda. Mazkur qishloqda bu vaqtgacha ham ichimlik suvi bo'lgan, biroq quvurlarni ta'mirlash vaqtida aholi 2-3 kunlab suvsiz qolar edi. Shu sababli doim suv chiqadigan sharoit yaratishdi. Davlat amalga oshirishini kutmagan qishloq yashovchilarining tashabbusi bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Qahramon qishlog'iga 25 chaqirim masofadan ichimlik suvi tortib kelingan. Har bir ko'chada suv quvurlari bor. Ularni ta'mirlashga ehtiyoj yaralganda 2-3 kunlab suv berish to'xtatilar edi. Ba'zi vaqtlarda 2-3 oygacha davom etgan hollari bo'lganini aytishadi. 3 oy 4 oylab suv kelmey qolganda bizda aябай qiyinchilik bo'lgan. Texnikasi var, transport varlar, boshqa yerlardan mashinasымен tashib ishken, bo'lmasa baldarimiz chaqalab alыс yerlerden tashib kelgen, shunday öte qiyinchilik bo'lgan. Ayriqcha jaydың күні өзіңер білесіңер, негізгі су өмір bulagı degендей, suv olmasa жашоо qiyin ekan. Qishloqda 500 dan ortiq oila istiqomat qiladi. Asta-sekin aholi soni ortgani hisobiga ba'zi ko'chalarga beriladigan suv bosimi yetmay qola boshlagan. Shu sababli suv masalasini butkul bartaraf etish maqsadida yashovchilardan 200 ming so'm mablag' yig'ilsa, mahalliy g'aznadan 158 ming so'm ajratilgan. Bu pullarga 300 tonnalik suv ombori qurildi. Бұл жерде елдің салымы болған, арыстың салымы болған, анан кейін гранттың есебінен жардамдар болған, 4 километр 200 метрден су тартылып келінген. Бирок тартылып келген менен ол су келип эле кайрадан мындай айылга кирип эле кайра чыгып кете бергенде мындай пайдалануу мындай коромсуздукка көбүрөөк учураганда, анан кийин бул суу кампаны куруу демилгесин биз 2012-жылы көтөргөнбүз. Ошондон бери ko'pchilarga bunday qayrildik. Endi ta'mirlash ehtiyoji yaralgan vaqtda ham aholi uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Sherzod Mirjonov yaqin kunlarda hovlisiga suv olib kirdi. Avvallari yomg'ir suvi yoki oqin suvdan foydalanib kelgan qahramonimiz endi obi hayotdan qiynalmay qoldi. Murun suv nima jo'g'inda, kran jo'g'inda, o bo'lak yerlardan tashitlik. Aravada bunday texnikalar жоғлы, ешек арава, ат арава ташитилеп, ушу крент келип, шулар неме болгондон кийин жакшы чыгып калды. Ар бир үйдө айылда, ар бир үйдө крент бар, жакшы. Shunday qilib, Modi qishloq hukumatining 80% aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Qolganlaridagi muammo yaqin kunlarda bartaraf etilishini qishloq hukumati ma'lum qildi. O'shoga biz ayыл kengashining deputatlari bilan birgalikda 2 yildan beri ularni biriktirib, shu ayыл hukumatning oldindagi bir munitsipallik ishxona tuzүүнүн алдында турабыз. Ошол жерден жалпы элдин таза үчүн төлөгөн акчалары ошол бир жерге жыйналып, ошол жерден ошол акчанын эсебинен таза суу маселелерин чечкенге жумшайбыз деп пландаштырып атабыз. Qishloq hukumatidan suv quvurlarini o'rnatish uchun 2017-yili 2 million, o'tgan yili 1,5 million so'm ajratilgan. Qolgan pullar aholidan yig'ilgan. Bobur Tojiboyev, Nurjamal Barg'iboyev va Nursulton Abdukerim o'g'li Intimoq. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Ikkinchi poytaxt egiluvchanlik va chidamlilikni talab qilgan badiiy gimnastikaga qiziqayotganlarning soni ko'paydi. O'sh shahrida sportning mazkur turi bilan shug'ullanganlarning soni 200 dan oshdi. 2 yil avval badiiy gimnastika bo'yicha Qirg'izistonning 8 marta chempioni Aynura Shashambiyeva birinchi marta O'sh shahrida badiiy gimnastika bo'yicha mashg'ulotlarni boshladi. Badiiy gimnastikaga kimlar qiziqadi? Ularning muvaffaqiyatlari va muammolari haqida hamkasbim to'xtaladi.
8 yoshli Kamila Sarkarbayeva badiiy gimnastika bilan shug'ullanadi. Qizini qiziqishiga befarq bo'lmagan otasi unga har tomonlama qo'llov ko'rsatishga harakat qilgan. O'sh shahrida so'nggi 2 yildan beri rivojlanayotgan badiiy gimnastikaga qiziqqanlar soni ortib bormoqda. Sarkarbayevlar oilasi birinchilardan bo'lib katta qizini sportning mazkur turiga berishgan. Kelajakda ушул көркөм гимнастика боюнча үстүнөн аяк иштелет. Ушул залдын жетекчилери катуу басым жасоодо ушул көркөм гимнастика. Ушул кыска мөөнөттүн аралыгында 4 уже между эл аралык мелдештерге барып катышып келди. Жакшы байгелүү орундарга ээ болуп. Келечектеги жаштардан көптү үмүттөнөбүз, ошолордун катарында кызыбыздан дагы. Jismoniy mashg'ulotlarni maromiga yetkazib bajarayotgan o'smirlar O'shdagi badiiy gimnastika maktabining dastlabki o'quvchilari. Sportni mazkur turi bilan har kim istagan yoshi va xohlagan vaqtida shug'ullanishlari mumkin. Бизге машыктыруучубуз таттууларды көп жебегиле дейт. Машыгууларыбызга өз убагында келебиз. Досторум менен чогуу Бишкекте, Бакудагы мелдештерге бардык. Жеңип медалдарды тагынганбыз. Эми башка жактарга дагы барабыз. Азыр даярданып атабыз. Badiiy gimnastika bo'yicha o'lkaning 8 karra chempioni sport ustasi Aynura Sharshembiyeva O'sh shahridagi badiiy gimnastika bo'yicha birinchi murabbiy. 2 yil avval badiiy gimnastika murabbiysi bo'lish iltimosi bilan Bishkekka chaqirishgan. Biroq u O'shda qolib, shu yerdagi qizlarga murabbiylik qilishni ma'qul ko'rgan. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу биз Ош шаарында жашап калдык. Ага чейин дагы мага атайын сунуш болгон. Ушул жерде көркөм гимнастиканы өнүктүрүү боюнча. Азыркы убакта шаар боюнча мен жалгыз машыктыруучумун. Албетте кыйынчылыктар дагы бар. Машыккандардын саны да көбөйдү. Эми биз колдон келишибизче аракеттерди көрүп, жаңы ийгиликтерди багындыруудабыз. Qisqa vaqtda yosh sportchilar bir qancha muvaffaqiyatlarga erishdilar. O'tgan yili Bakuda tashkil etilgan musobaqada 10 sportchi sovrinli o'rinlarni olishgan. Ota-onalar mazkur sport qomatni chiroyli qilib fe'l-atvorga ham ta'sir qiladi deya farzandlarini mashg'ulotlarga olib kelishmoqda. O'sh shahrida gimnastika bilan shug'ullanganlar soni 200 dan ortadi. Mutaxassislar gimnastikani rivojlantirish uchun yetarli sharoitlar yaratilishi kerakligini aytishmoqda. Shunda yana ham ishtirokchilar soni ortishini qo'shimcha qilishdi. Как говорится, будут результаты, дети будут. Балдардын ийгиликке жетишкени жакшы, бирок Ош шаарында спорттун бул түрүн өнүктүрүү үчүн атайын база жок. Азыр алар машыгып жаткан залдагы аябай тар, гимнастика үчүн атайын залдар курулушу керек. Мен муну адис катары айтып жатам. Ошондой эле машыктыруучулардын санын дагы көбөйтүш керек деп эсептейм. Жергиликтүү бийлик спорт залдардын, стадиондордун курулушуна көңүл бурса жакшы болмок. Вот художественной гимнастики у нас тут. Gimnastika sportchini tashqi qomatini chiroyli qilish bilan birga o'ziga ishonchini orttirib, qat'iyatli bo'lishga yordam beradi. Bungacha yosh sportchilar 4 ta xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni olishgan. Hilol Ashurova, Chinarbek Alibekov, Munar Arzibek o'g'li, Intimaq. Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz ostida o'tsin. Xayr, omon bo'ling.